Shaxsan o'zim buni sinab ko'rdim va sizlarga ham ravo ko'raman. Bilsanglar bilarsizlar. Endi sizni o'qish va ish davomida hech kim bezovta qilmaydi. Agar shu 5 ta maslahatimga kiradigan bo'lsangiz. Birinchisi, iPhone'ingizdagi prilojeniylarni vaqtinchalik bloklab qo'yish. Agar siz Instagram, TikTok, Telegram bloklab qo'ysangiz, ulardan deyarli xabar kelmaydi. Ya'ni ish o'qish davomida ijtimoiy tarmoqlarga chalg'imaysiz. Faqat siz belgilagan ilovalar ishlaydi. Ikkinchisi, telefon qo'ng'iroqlarini cheklab qo'yish. Kontaktingizdagi siz ruxsat bergan odamlargina qo'ng'iroq qila oladi. Masalan, faqat onam, dadam, akam. Boshqalar bu period davomida sizga tusha olmaydi. Sababi siz u vaqtda ijod qilayotgan bo'lasiz albatta. Uchinchisi, vaqtga bog'lab avtomatik o'qib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, siz har kun soat 9 dan 12 gacha dars qilasiz. O'sha vaqtda study mode avtomatik yoqiladi. Aynan shu vaqtda sizni hech kim bezovta qila olmaydi. To'rtinchisi, joylashuvingizga qarab ishlaydi. Masalan, ofisga kirganingizda work focus avtomatik yonadi. Wi-Fi yoki GPS joylashuviga qarab ishga tushadi. Avvalambor oldindan nastroykani belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa bor fokusi bilan ishlaydigan do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying. Va shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Qachongacha undan qiynalib yurasiz?